tovuqxona qurdik. Mana tovuqlarimizni ko'rishinglar mumkin. Bu yerda asosan qora tovuqlar. Ichida ikkita o'rdak bor. Bitta oq tovuqimiz bor. Bu yoqda eshik, bu yoq tarafdan kiriladi. Don yeydigan joylari. Suvga buni hozir sizlarga mana teshichadan ichkariga kiriladi-da. To'g'ri tuxum qo'yadigan xonasi bu. Qishda ham shu yerda aniq qilaveradi. Mana buni apshpoat qildik. Issiq sovuq o'tkazmaydi. Ko'chatirlar. Mana qaranglar. Bizani bu olib kelgan tovuqlarimiz palakat o'zini tuxumini yeb qo'yyapti-da. O'shaning uchun bunaqa bitta life hack sizlarga. Teknologiya. Teknologiya. Tuxum qo'yadi. Ketdi pastga. Bu yoqqa tushaveradi. Hamda po'ki yumshoq, tuxum sinmaydi. Shunda o'zini tuxumini yeb qo'ymaydi. Qaranglar. Mana bu yoqda ham xuddi shunaqa. Bu yoqda ham mana. Bu narsalarni mana shu Salom. og'aynimiz Bekzod ismi. Shu bola yasadi. Shu bolani mehnati uchun bu videoga bitta like bosib qo'yasizlar. Bu videoni o'sha tovuqga, parandalarga qiziqadigan okalarga tashlab qo'yasizlar. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar. Hammaga rahmat.